Assalomu alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filialining talabasi Xushvaqtova Niginaman. Bugungi mavzumiz yosh o'qituvchilarning xushmuomalaligi, nazokati, dilkashligi va pedagogik takti. Bu mavzuni biz 4 ta reja asosida o'rganamiz. Birinchi rejamiz pedagogik takt, o'qituvchi kasbiy mahoratining asosi. Ikkinchi rejamiz hamkorlik pedagogikasi. Uchinchi rejamiz pedagogik odob, me'yorlari va omillari. To'rtinchi rejamiz o'qituvchining dilkashlik xususiyati va uning ahamiyati. Pedagogik takt o'qituvchi kasbiy mahoratining asosi hisoblanadi. Takt axloqiy tushuncha bo'lib, u insonlarning o'zaro munosabatlarini muvofiqlashtirish, tartibga solish, insonparvarlik g'oyalariga asoslangan bo'lib, andishali xulq, har qanday ziddiyatli vaziyatlarda ham inson hurmati saqlanib qolinishini talab qiladi. Har bir insondan, ayniqsa o'qituvchidan andishali bo'lish talab qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, pedagogik takt bu o'qituvchining o'quvchilar oldida o'zini tutishini bilishi, bolaning holatini, intilishlari, qiziqishlarini tushuna olishi va eng samarali ta'sir yo'lini topa olishidir. Shunday qilib, pedagogik takt bu o'qituvchining o'quvchilariga nisbatan amalga oshiradigan ta'sirning mezonidir. Takt va taktika. Taktika tanlash turli vaziyatlarda turli rollarni bajarish bilan bog'liq. Bu haqida ma'lumotni psixolog Dobrovich kitoblaridan olish mumkin. Bu 4 ta pozitsiya bo'lib, ular quyidagicha: yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga, yonma-yon va aralashmaslik pozitsiyasi. Yuqoridan pastga pozitsiyasi o'qituvchi mustaqilligini, barcha mas'uliyatni o'z bo'yniga olishini namoyish etadi. Bu pozitsiya ota pozitsiyasi deb ataladi. Pastdan yuqoriga pozitsiyasida o'ziga ishonmaydigan tobe shaxs bo'ladi. Dobrovich so'zi bilan aytganda, bu bola pozitsiyasi. Yonma-yon pozitsiyasida farosatlilik va vazminlik, vaziyatga qarab ish tutish, boshqalarning ham manfaatini o'ylash, o'zi va ular o'rtasida mas'uliyatni to'g'ri taqsimlash ifoda etiladi. Bu katta odam pozitsiyasi. Pedagogik ta'sirning yetakchi usullaridan biri pedagogik talabdir. Pedagogik talab iltimos, rag'batlantirish, ma'qullash, faoliyatga undash, o'quvchiga nisbatan ishonchni namoyish qilish va boshqa shakllarda ifodalanadi. Pedagogik taktni shakllantirish omillari. Insonparvarlik g'oyalariga asoslangan pedagogikada pedagog quyidagi tamoyillarga amal qilishi lozim deyiladi. Tarbiyalanuvchilarning mehrli bo'lish, mehrini ko'rsata olish, o'quvchilar xatti-harakatlarining ichki prajinalarini ko'ra olish, vaziyatni to'g'ri baholay olish, maqsadga muvofiq ta'sir usulini tanlash, o'quvchilar bilan samarali muloqot qura olish. O'qituvchining rejissyorlik va aktyorlik ko'nikmalari. Pedagogik va aktyorlikning o'zaro o'xshashliklari ko'p. Bu ushbu faoliyatlar mohiyatidan kelib chiqadi. Har ikkala faoliyat negizida insonlar ongiga ta'sir etish masalasi yotadi. Aktyor sahnadagi rol orqali pedagog turli pedagogik ta'sir vositalari yordamida inson ongida oldindan ko'zlangan o'zgarishlarni amalga oshirishga harakat qiladi. Bu kasblarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi yana bir narsa bu har ikkalasi ham ommaga qaratilib, omma nigohida amalga oshirilishidir. O'qituvchining o'quv-tarbiyaviy mashg'ulot tadbirlarini, ssenariysini ishlab chiqishi, unda o'quvchilar faoliyatini boshqarishi bu kasbni rejissyor kasbiga yaqinlashtiradi. O'quvchilar diqqatini jamlash, e'tiborni vaqt davomida yo'naltirib turish qanchalik qiyinligini yaxshi biladilar. Shunday o'qituvchilarga aktyorlik mahorati katta yordam beradi. Buyuk rus dramaturgi Stanislavskiyning aktyorlar bilan ishlash sistemasi pedagogning aktyorlik mahoratini oshirishga katta imkon beradi. Ushbu sistemaning asosiy maqsadi aktyorning bor qobiliyatlarini ochib berishdir. Bu o'qituvchi uchun ham zarur. Stanislavskiy sistemasining birinchi tamoyili hayot haqiqatidir. Sahnada yolg'on bo'lishi mumkin emas. O'qituvchi harakatlarida samimiyatsizlik, ikkiyuzlamachilik o'rniga o'rin yo'q. Ikkinchi tamoyil, buyuk masala tamoyili. Buyuk masala bu artistning asosiy maqsadi, ya'ni insonlar ongiga muayyan g'oyani singdirishning asosiy maqsadi. O'qituvchi ham o'z faoliyatida pedagogik buyuk masalani doim yodda tutishi kerak. Nima uchun mehnat qilyapmiz? Pirovard natijamiz nima? Uchinchi tamoyil, faollik va harakat tamoyili. Aynan harakatda insonning jismoniy va psixik mohiyatini birligi namoyon bo'ladi. Pedagogik harakat o'qituvchining ma'lum maqsadga yo'naltirilgan ongli harakatidir.
Ushbu harakatda jismoniy va psixik mohiyat birligi mavjud bo'lsa, o'qituvchi yuqori natijalarga erishadi. Pedagog shaxsi harakatda namoyon bo'lar ekan, harakat asoslangan, maqsadlashgan va mahsuldor bo'lishi kerak. Hamkorlik pedagogikasi. Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari pedagogik jarayonni takomillashtirish va uni o'quvchi shaxsiga yo'naltirishga asoslangan. Bu texnologiyalar ijodkor shaxsni shakllantirishga yo'naltiriladigan ijodiy muhitni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining asosiy jarayonlari hamkorlikda fikr almashish, suhbat, tahlil, muzokara, amaliy vazifalar bajarish, biror narsani qurish, yasash, masalalar yechish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarini tashkil qilishda o'qituvchi sinf, o'qituvchi kichik guruh, o'qituvchi katta guruh, o'quvchi, ya'ni juftlikda ishlash, kichik guruh, sinf va boshqa tashkiliy shakllar qo'llaniladi. Hamkorlikda o'qitish bu o'qituvchining ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar guruhi, yakka o'quvchi hamda butun sinf bilan o'zaro samarali hamkorlikni tashkil qilishi bilan birgalikda o'quvchilarning ham o'zaro qo'llab-quvvatlovchi hamkorligini amalga oshirishdagi interfaol jarayonlarni ifodalashdan iboratdir. O'quvchilar hamkorlikda akademik topshiriqlar ustida kichik guruhlarda ishlashadi va o'zlariga hamda o'z guruhlaridagi o'rtoqlariga birgalikda yordam berishadi. Pedagogik nazokat. O'qituvchi axloqiy ma'naviy qiyofasini namoyon etuvchi me'yor tuyg'usi yoki xulq va odob qoidalariga rioya qilishi demakdir. Pedagogik nazokat o'qituvchining o'quvchilar bilan o'zaro munosabatini tashkil qilish vositasi. Psixologik til bilan aytganda, nazokat insonning bir qolipdagi barqaror tasavvurlarda mujassamlashgan shaxsiy insoniy xislatlarining yig'indisidir. Pedagogik nazokatning uzluksizligini ta'minlovchi omillar. Pedagogik nazokat o'qituvchining butun pedagogik faoliyatida sayqallanib takomillashib boruvchi jarayon. Pedagogik nazokat odatda tugallangan shaklga ega bo'lmay, insoniy fazilatlar evaziga uzluksiz boyib boradi. O'qituvchi pedagogik nazokatning tarkibiy qismlarini ijtimoiy muhitga va odamlarning yashash tarziga, urf-odatiga qarab o'zgartirishi mumkin. Pedagogik nazokatni o'qituvchi har bir o'quvchi bilan o'zaro munosabatda o'zi uchun eng qulay shaklga keltirib, ma'lum bir muvozanatda saqlaydi. O'z kasbini sidqidildan sevishi, halolligi, rostgo'yligi, axloqiy pokligi, odamiyligi, kamtarligi, samimiy muomalasi pedagogik nazokatning zarur talablaridir. Pedagogik nazokat asosida o'qituvchining mehribonligida, tarbiyada talabchanlik va qattiqqo'llik xislatlari mujassamlashgan bo'ladi. O'quvchilar bilan munosabatlarda pedagogik nazokatni qo'llash natijasida o'qituvchi o'quvchilarning xarakterini, ichki dunyosini yaxshi bilib oladi. O'quvchilar bilan munosabatda do'stona muloqot qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilar bilan chin ko'ngildan bir-biriga yaqin bo'ladi. Ba'zan eshitmasligi kerak bo'lgan o'quvchilarning o'zaro sirli gaplarini eshitmasdan o'tib ketishi mumkin. Negaki, o'zgalar gapini tinglash odobsizlikdir. O'qituvchi ba'zan o'quvchilar jamoasining kundalik ishlariga aralashmasligi, jamoada ro'y beradigan ba'zi ko'ngilsiz hodisalarni ijobiy hal etishni jamoa faollari zimmasiga havola etishi mumkin. Pedagogik nazokat asosida o'qituvchi o'quvchilar bilan muloqotda qarama-qarshilikka yo'l qo'ymasligi o'zaro munosabatni to'g'ri tashkil etishga yordam beradi. Bizga ma'lumki, o'qituvchining fikr-mulohazalarida nisbiylik va subyektivlik alomatlari ham mavjud. U hammaga birdek to'g'ri munosabatda bo'la olmasligi tabiiy holdir, lekin u mohiyatan barcha o'quvchilarga xolis niyatli, yaxshilik qilishga intiluvchi, adolatli kishi ekanligiga ishonch uyg'otishi kerak. Bu holat pedagogik nazokatning muhim xususiyatlaridan biridir. O'qituvchining dilkashlik xususiyati va uning ahamiyati. Pedagogikada axloq va odobning muhim xususiyatlaridan biri bo'lmish dilkashlik insonning atrofdagi odamlar bilan barqaror yaqin munosabatda bo'lishga intilishi deb ta'riflanadi. Bu intilish o'qituvchining o'quvchilar va atrofdagi kishilar bilan tez aloqa o'rnata olishi va belgilangan maqsadga erishishini ta'minlaydi. Albatta, bu jarayon birdaniga sodir bo'lmaydi. Ayniqsa, yosh o'qituvchilarda psixologik bilim, kishilar bilan muloqotda xushmuomalalik, ehtiyotkorlik talab qilinadi.
Psixologlar o'qituvchilarning dilkashlik xususiyati ikki toifadagi odamlar xarakterida mujassamlashgan deb ta'kidlaydilar. Birinchisi, ekstravert shaxslar. Ular barcha ishlarda faol, jiddiy va vazmin, osoyishtalikka va tashqi ta'sirchanlikka moyil kishilardir. Ikkinchisi, introvert shaxslar. Ular faqat o'z ichki olamiga beriluvchan, atrofidagi odamlarga aralashmaydigan, o'z-o'zini nazorat qilishga, doimo ichki xavotirga moyil kishilardir. Pedagog olimlar o'qituvchining dilkashligi ekstravert yoki introvert xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar xarakterining birlashuvida paydo bo'lishini ta'kidlaydilar. Biroq ko'pincha pedagogikada ekstravert tipdagi shaxslar dilkash insonlar sifatida e'tirof etilganlar. O'qituvchida ushbu xislatlarning mavjudligi uning pedagogik nazokat qoidalariga rioya qilib dilkashlik xususiyatlarini rivojlantirishi, pedagogik mahorat sirlarini takomillashtirish zamini va shartidir. Dilkashlik munosabatini doimiy ravishda o'z kasbiy faoliyatida mujassamlashtirgan o'qituvchi quyidagilarni unutmasligi kerak: sinf jamoasiga nisbatan bir qolipdagi fikrlarni muayyan tizimiga ega bo'lishi, o'quvchilar bilan doimo erkin muloqot qila olishi, har bir o'quvchisiga individual shaxs sifatida yondashishi, birorta ham o'quvchisining yomon bo'lishiga, ularning hurmat-e'tiborini qozonmasligi mumkin emasligiga ishonch hosil qilishi kerak. Biror o'quvchiga nisbatan ishonchsizlik, salbiy munosabat, sinf jamoasi bilan o'zaro yaxshi munosabatni yo'lga qo'yilishiga xalaqit qilishini bilishi, o'quvchilar bilan muloqotda haddan tashqari masofani saqlash mumkin emasligi, sinf jamoasida sodir bo'ladigan kulgili vaziyatlarda o'qituvchining o'ta jiddiy va qat'iy bo'lishi jamoadagi qaltis ahvolni murakkablashtirib yuborishini unutmasligi, har bir o'quvchiga beriladigan xolisona va adolatli baho, ya'ni ijobiy va salbiy bahoni o'qituvchi va o'quvchi orasidagi munosabatni mustahkamlaydigan ko'prik ekanligini unutmasligi kerak. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.